Siz o'zbek tilida umuman xatosiz yoza olasizmi? Savodxonlik bo'yicha bilimingiz yuqorimi? Unda o'zingizni ko'rsatish vaqti keldi. Oliy ta'lim, Fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi talaba va o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish markazi 21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan talaba va o'quvchilar o'rtasida til bilimdonlari respublika tanlovini e'lon qiladi. Tanlovda ishtirok etish uchun sizdan Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Til.uz-bot manzili orqali ro'yxatdan o'tib, maxsus referal orqali tanlovga 5 nafar do'stingizni taklif etish talab etiladi. Tanlov 3 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi saralash bosqichida ishtirokchilarga Telegram bot orqali 3 kun davomida 40 tadan o'zbek tilining imlo qoidalari hamda xatosiz yozish bo'yicha test savollari beriladi. Tanlovda har bir hudud bo'yicha alohida reyting shakllantiriladi va natijalarga ko'ra har bir hududda top 20 o'rinni egallagan ishtirokchilar ikkinchi hududiy bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Hududiy bosqich offlayn tarzda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va har bir viloyatda alohida tashkil etiladi. Unda ishtirokchilarga 50 tadan test savollari beriladi va natijalarga ko'ra har bir hududdan birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinni egallagan ishtirokchilar finalga chiqadi. Hududiy bosqich g'olibi bo'lgan talabalar bazaviy stipendiya miqdorining mos ravishda 4, 3 va 2 baravari miqdorida pul mukofotlari, o'quvchilar esa birinchi o'rin 10 ta, ikkinchi o'rin 7 ta, uchinchi o'rin 5 ta kitob bilan taqdirlanadi. Tanlovning yakuniy final bosqichi Toshkent shahrida tashkil etiladi. Finalda ishtirokchilar ikkita shart, test savollari va insho yozish bo'yicha bellashadi. Yakunda eng yuqori natijaga erishgan 5 nafar ishtirokchilar Oliy ta'lim, Fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan diplom va quyidagi tartibda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. 5-o'rin 2 million so'm, 4-o'rin 3 million so'm, 3-o'rin 5 million so'm, 2-o'rin 6 million so'm va 1-o'rin 8 million so'm. Aziz talaba yoshlar, tanlovda faol ishtirok eting. O'zbek tili bo'yicha bilimlaringizni sinovdan o'tkazing va g'oliblar qatoridan joy egallang.